U sening onang emas, Zumrad. Qizim. Axir bu onam-ku. Nega ular bu yerda? Bu onang emas. Bu yer sog'inchni ovqat qiladi. Sening sog'inching ularning kaliti. Bu ayol esa yovuz qirolicha aslida. Qizalog'im, meni qutqar. Bu yer juda sovuq. Meni qutqar. Zumrad, hoziroq qo'lingni oynadan tort. Yovuz qirolicha o'gay onangdan foydalanib seni bu yergacha olib keldi Zumrad. Uni maqsadi ozod bo'lish. Zindon uchun faqat qalbi pok insongina kalit bo'la oladi. U o'gay onang yordamida seni qalbing pokligini tekshirgan va aynan seni tanlagan. Kalit shu yerda. Endi zindon uyg'onadi. Sen yerto'laga tushmasliging kerak edi. Endi sen zindon kaltisan. Bu la'nat tamg'asi endi senda. Seni oynaga tekkaning yetarli bo'libdi. Qirolicha endi seni masofadan ham chaqira oladi. Tushingga kiradi. Ovozi uyquda ham gapiradi. Endi nima qilaman buvijon? Avvalo bu yerdan hoziroq ketishimiz kerak. Bu chandiq seni zindon kalitiga aylanganingni bildiradi. Seni xohishingsiz zindon ochilmaydi. Demak, men xohlamasam bu chandiqni zarari yo'q ekanda? Shunday, lekin bir muammo bor. Bu chandiqdagi la'nat orqali zindondagi barcha yovuz mahbuslar sening onging ostiga yo'l topa olishadi. Bu chandiqdan endi qanday qutulaman Billur momo? Ayting iltimos, qo'rqib ketyapman. O'rmon ortida dashtlar bag'rida chiltonlar istiqomat qilishadi. Bu zindon aynan ular tomonidan qurilgan. Faqat ulargina bu tamg'ani yecha olishadi. Ammo ularni oldiga olib boruvchi yo'l mashaqqatlardan iborat Zumrad. Men seni barcha asqotuvchi buyumlar bilan ta'minlayman va vargimni beraman. U manzilingga yetishingga yordam beradi. Varg deganingiz u nima? Tulpormi? Tulpor emas, ammo ancha tulporni ortda qoldirish aniq. Varg bu qo'ymi buvijon? Oddiy qo'y emas. Uning tuyoqlari yo'l ochadi, shoxlari esa manzilni aniqlaydi. Bu tamg'ani senga tushishiga men ham aybdorman, Zumrad. Aybimni yuvish uchun men sen bilan boraman. Senga barcha yordamni beraman. Yo'l qanchalik xavfli bo'lmasin, do'stlar bilan u qo'rqinchli emas. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.